Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa mana yangi obyektimizni yakunladik. Xudo xolasa ko'rishlaring mumkin. Bismillah. Yo paqirni asablarni Xudo xolasa mana pollari polniy kafel bo'lgan. Patolog ham, stena ham bir xilda oq valmusa bo'lgan. Bo'yaganmiz. Слой шпаклевка, shkurka, gruntovka, kraska, elektr montajlari ham o'zimiz qilganmiz. Elektrlari bu joyda narojniy bo'ldi, ya'ni tashqi bo'ldi. Tashqaridan bu joy magazin bo'ladi, xudo xolasa. Общий kvadrat metr 120 kvadrat metrga teng. Bu tomoni apteka bo'ladi, dorixona. Bu joy ham xuddi shunday oppoq qilib kraska qilingan. Pollarimizni ham ko'ryapsizlar, 60 ga 60 kafellari bosilgan. Hammomi bilan birga. Mana bu joyda hammom bo'lgan. Bismillah. Ko'rishlaring mumkin. To'g'rida oynamiz, tumbali rakvinamiz joylashgan. Har doimgidek oynani ustida lampa qo'yganmiz. Mana yoqaman hozir. Mana. Juda ham bu insonga komfort yaratadi. Bu joyda turbalarimiz tashqaridan bo'lgan. Xonadon egasini talabiga binoan bo'lgan. Tashqaridan qilingan. To'g'rida simsitillarimiz joylashgan. Atkoslariga shunaqangi kafel urib qo'yganmiz. Общий dekor plus bo'lgan. Ikkitadan fortishkalar bor. Bu joyimiz ham xuddi shunaqangi kafel bo'lgan. Hammomdan chiqishda mana bu tomonda ko'rsatma